1994-yil 28-fevral tong otmoqda 6 nafar serb uchuvchisi havoga ko'tarildi. Ular NATO taqiqlangan hududga kirishdi. Guruh boshlig'i Branko Vukmirović, Bosniya serblari harbiy havo kuchidan. Ular Jastreb J-21 samolyotida. Bu samolyotlar eski, NATOning F-16larga qarshi hech qanday imkoniyati yo'q. Tezligi sekin, quroli oddiy, manevri yomon. Dastlab ular radar ko'rmasligi uchun yerga yaqin uchdi. Nishonga yaqinlashgach, majburan 2000 metr balandlikka ko'tarilishdi. Bombani tushirish uchun balandlik kerak edi. Shu payt NATO radarlarida ular ko'rindi. Amerika F-16lari 50 chaqirim narida patrulda edi. Dispetcher xabar berdi. Oldingizda 6 samolyot, yo'nalish 320, masofa 52, balandlik 7000. Qabul qilindi. F-16lar darhol nishon tomon buriladi. NATO bu zonaga kirishni taqiqlagan. Qoidani buzgan har qanday samolyot urib tushiriladi. Serb uchuvchilari nishon, qurol ishlab chiqaruvchi zavodni ko'rdi. Vukmirović bombani tayyorladi. Guruh ikkita-ikkitadan safga kirdi. Shu payt radio orqali xabar keldi. Oldingizda amerikaliklar bor. Vukmirović og'ir nafas oldi. O'z ko'zi bilan ularni ko'rdi. F-16lar to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshi uchmoqda. Ko'rdim. Davom etamiz. Oldingi topshiriqlarda F-16lar hujum qilmagan, faqat ogohlantirgan. Agar otmoqchi bo'lsa, allaqachon otib tushirgan bo'lardi. Lekin bu safar ular shunchaki ogohlantirmadi. Ikkita F-16 kuchli tezlikda guruh orasidan o'tib ketdi. Ular shamoldek tez edi. Amerikancha Ferrari, e'tibor bermang, ishni tugatamiz. F-16 uchuvchilari esa radio orqali masxara qiladi. O eski Yugolarni ko'rdingmi? Lekin serblar nishondan chalg'imadi. Ularning J-21 samolyotlari juda ham eski. Hali ham optik nishonga olish tizimidan foydalanadi. Zavod ko'rinib qoldi. Ular bombalarni tashladi. Bombalar og'ir, 250 kilodan oshadi. Turli yo'nalishdan tashlandi. Nishon urildi. Bombalar tushdi. Qabul, hujumga ruxsat. Qurol ochiq. Qabul, hujumga o'tyapman. Orqa safda Zlatan Sirnalich uchmoqda. U oxirgi bomba yerga tushganini ko'radi. Nishon urildi. Qabul, barcha ortga qaytsin. 6 J-21 orqaga, bazaga buriladi. Ammo ular sekin. F-16lar ortda, tezlik bilan quvib kelmoqda. Orqa safdagi J-21 nishonga aylandi. F-16 qurol tizimini havo rejimiga o'tkazdi. Displeyda nishon ko'rindi. Lock tushdi. Uchuvchi tugmani bosdi. AIM-120 raketasi bilan hujum qildi. Radar orqali J-21 ga qulflandi. Sirnalich osmonga qarab turardi. Birdan portlash saqladi. O'zi urildim deb o'yladi. Ammo qarasa, yonidagi uchuvchining chap qanoti parcha-parcha bo'lib ketgan. Orqamda amerikaliklar. Tarqal, har kim o'z yo'liga. 5 ta qolgan J-21 pastga qarab sho'ng'idi. Har biri alohida yo'ldan qochmoqda. Bitta F-16 pastga tushib, ularni quvishni boshladi. Vodiylar, tepaliklar ichida ta'qib boshlandi. Sirnalich yolg'iz qoldi. Orqasiga qaraydi. Amerikalik uni tutib olgan. Orqada. Fox 2. Javoban raketa uchadi. Bu Sidewinder raketasi. Issiqlikka qarab uchadi. Samolyotning dvigateli tomon. Sirnalich yerga yaqin uchmoqda. Elektr simlar ustidan o'tib ketdi. Raketa simlar yaqinda portladi. Samolyotning orqa qismi raketaning zarbidan parcha-parcha bo'lib ketdi. Ammo u hali ham uchmoqda. Urildim, tuta olmayapman. Radio orqali yordam chaqirmoqchi bo'ladi.
lekin aloqa yo'q. U butunlay yolg'iz. Yana raketa uchirish xavfi juda ham katta. Sernalich orqasiga qaraydi. U kutadi, ammo kutilmaganda F-16 burilib orqaga qaytib ketadi. Sernalich, aloqaga chiq. Lekin Sernalich javob bermaydi. Uni urib tushirishdi. Davom etamiz. Bu vaqtda Mikevich va uning sherigi vodiy ichida eng yuqori tezlikda tushyapti. Ammo F-16 yaqinlashyapti. Farq qisqaryapti. Fox 3. F-16 yana raketa uchiradi. Amram raketasi nishon tomon uchmoqda. Mikevich osmonga qaraydi. Ammo kech. Raketa uning yonidagi samolyotni portlatdi. Samolyot parcha-parcha bo'ldi. Sherigi portlab ketdi. Pesij urib tushirildi. Amerikalik endi meni ta'qib qilmoqda. Dushmandan qochmoqchi bo'lib, keskin manevr qiladi. Ammo F-16 yana raketa uchiradi. Bu safar to'g'ridan-to'g'ri dvigatel berildi. Portlashdan keyin orqa qismida olov chiqdi. Urildim, yonyapman. U boshqaruvni yo'qotmaslikka harakat qiladi. Uchayotgan samolyot yonmoqda. U esa uni balandlikka olib chiqmoqchi. Kokpit yona boshladi. Vaqt yo'q. Mikevich favqulodda tutqichni tortdi. Kabina ochildi. U parashyut bilan evakuatsiya qildi. Mikevich pastga, xavfsiz joyga tushayotgan paytda F-16 uning yonidan g'uvillab o'tib ketdi. F-16lar keyingi juft nishonlarni ta'qib qila boshlashdi. Ular joy almashdi. Birinchisi himoya qilmoqda, ikkinchisi hujumga tayyor. Lekin ularning yonilg'isi kam qolgan. Uzoq ucha olmaydi. Yonilg'i tugayapti. Ikki dushman pastga qarab qochmoqda. Bittasini urishga ulguraman. Qabul qilindi. F-16dan janubda Vukmevich va uning sherigi Goran Zarich hali ham havoda. Ular har bir qolgan samolyotning portlashini va do'stlari bitta-bittalab yo'q qilinishini eshitib kelishyapti. Umidlari qolmagan. Bir zumda F-16 ularga yetib oldi. Orqamda. Ular safni buzdi va har xil yo'l bo'ylab ucha boshladi. F-16 samolyotlardan birini ta'qib qila boshladi. Uning yoqilg'i miqdori juda ham kam. Zo'rg'a ortga qaytib keta oladi. Fox 2. Raketa uchdi. Vukmevich to'g'ridan-to'g'ri unga qarab kelayotganini ko'rdi va keskin burildi. Qochmoqchi edi. Ammo raketa yaqinlashib, yonida portladi. Samolyot titrab ketdi. Lekin jiddiy zarar ko'rmadi. Vukmevich orqasiga qarasa, F-16 qaytib ketmoqda. Yonilg'isi tugagan. Ketyapti. Xalos bo'ldikmi? Lekin hali hech narsa tugamagan edi. NATO yana ikkita F-16 jo'natgan. Vukmevich yuqoriga qaradi va yaqinlashib kelayotgan F-16larni ilg'adi. Ikkitasi yaqinlashyapti. Qochamiz. Ikkalasi iloji boricha pastga sho'ng'idi. Vodiylar oralab uchmoqda. Tezlik maksimal. Ammo F-16lar ularning izidan qolmayapti. Orqa ko'zgudan ko'rinib turibdi. Raqib yaqinlashmoqda. Shu paytda Vukmevich oxirgi chorani qo'lladi. Ortimdan ergash. Samolyotni qoyaga qarab to'g'riladi. Tezlikni kamaytirmadi. Zarich ham ortdan ergashmoqda. Oxirgi soniyada burilamiz. Masofa tobora kichraymoqda. Yurak urishi tezlashgan. Endi Ikkala uchuvchi ham dastakni tepaga tortdi. Bu paytda gravitatsion kuch katta. Uchuvchilarga juda ham qiyin. Qani bo'la qol. Lekin Vukmevichning samolyoti yerga tegdi. Kuchli portlash sodir bo'ldi. Olov. Zarich orqaga qaradi. Parashyut yo'q. Yo'q. U uchun hammasi tugadi. Tutun ichidan F-16lar chiqib, uni quvishda davom etdi. Tepaliklar ichida yashirinmoqchi bo'lib, Zarich yana sho'ng'idi. Lekin F-16lar allaqachon yetib olib bo'lgan. Fox 2. Raketa uchdi va samolyotning orqa qismi yo'rildi. Olov tutashdi. Uchuvchi hamma boshqaruvni yo'qotdi. Kabina ochildi. Zarich evakuatsiya qilindi. Ammo u juda ham pastlikda edi. Parashyut ochilmadi.
U o'zining yonayotgan samolyotiga qaytib qulab tushdi. Nishon yo'q qilindi. Radarda yana bittasi ko'rinyapti. Hujum qilyapman. F-16lar tezlik bilan hodisa joyidan yangi nishon tomon uchib borishdi. Bu Signalch edi. Samolyotga zarar yetgan, ammo hali ham havoda. Kabinasidagi ishlamayotgan uskunalarni tuzatishga harakat qilayotgan edi va shu paytda F-16 yonidan o'tdi. Signalch qo'rqib ketdi va darhol boshqaruv dastagini tortdi. Rejasi parashyut bilan evakuatsiya qilish uchun yetarlicha balandlikka chiqish. F-16 orqasidan yaqinlashdi. Signalch evakuatsiya tutqichini ushladi. Lekin F-16 tezligini tenglashtirib, yonida ucha boshladi. Ikkala uchuvchining ko'zlari to'qnashdi. Amerikalik unga salom berdi. So'ng burilib uchib ketdi. 6 ta jastreb uchuvchisidan 3tasi hech qachon uyga qaytmadi. Signalch esa keyinchalik shunday dedi: Amerikaliklarga yomon ko'z bilan qaramayman. Ular o'z vazifasini bajardi. Biz ham o'zimiznikini. Bu hodisa Banja Luka voqeasi nomi bilan tarixda qolgan va bu NATO tarixidagi birinchi havo jangi edi. Robert Wilbur Wright bir kunda 3 ta dushman samolyotini urib tushirdi. Bu Koreya urushidan beri eng katta natija. Stephen Yogi Allen esa bu kun bitta J-21 ni urib tushirdi.